Bugün 26 iyul 28 iyul 2026 yil. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzurida turibmiz. Mana yonimda tanishimiz, eski og'aynimiz Aleksandr Yakovlev, jabrlanuvchi bilan ariza уже 4-marta ariza topshirishga kelyapmiz. Hech natija bermayapti. Prokuratura, General prokuratura nazorat qilmayapti bizning nazarimizda. Men Aleksandr Yakovlevning ishonchli vakiliman. Mana shu ishonchli vakil anusi beramiz. Asosida men ishonchli vakiliman. Biz 2-noyabr o'tgan yil 2025-yilda o'g'irlangan Aleksandr Yakovlev jabrlanuvchi deb tan olingan va uni mashinasi o'g'irlab ketilgan Toshkent viloyati Qibray tumanida. Toshkent viloyati Qibray tumanida avtoservis hududida o'g'irlangan mashina yo'q bo'lib ketgan, g'oyib bo'lgan. Shu bo'yicha biz qancha yurganmiz Qibray IIBga qatnab, jinoyat ishi qo'zg'atishmagan. Oxiri Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ramazon Ashrapov tergov departamentining boshlig'i oldiga kelganmiz va iltimos qilib mana tushuntirib berganmiz holatni. Shu kuni 2-noyabr sanasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan 169 bilan jinoyat kodeksi 169(1) bilan holat bo'yicha qo'zg'atilgan. Lekin u mashinani yo'qotgan, o'g'irlagan avtoservis xodimiga nisbatan qo'zg'atilmayapti haligacha. Уже 8-9 oy bo'ldi. Bu holat bo'yicha 3 oy tergov jarayoni bo'lgan va 3 oy deganda приостановление bo'lgan 364(1) bilan. Undan keyin Toshkent tumaniga berishgan. U yoqdan 3 oy yotgan. Bir marta chaqirgan bizani, tergov harakatlari o'tkazilmoqda deb bir marta bor yo'q chaqirib, u yoqda ham tergov shu 364 JPK ning 364(1) bilan jinoyat sodir etgan shaxs aniqlanmadi degan vajlar bilan to'xtatib turish qarorini qabul qilishgan. Shu masala bo'yicha biz ichki ishlar vazirlikka ham borganmiz, prokuraturaga ham, generalniy viloyat prokuraturasiga ham borganmiz, nazoratga olinglar. Hech qanaqa nazoratni sezmayapmiz biz bu bo'yicha. Va hozir rus tilida so'rayman. Когда была похищена машина? Год назад. Примерно июнь, да? В июне месяце. Понятно. Какую сумму ты передал этому работнику автосервиса? $300. $300 сразу. Потом еще $100. И потом еще $100. И сколько еще ты должен был ему дать? 200. Еще сколько должен был дать? 200. Не 200, 300. 300, 600 же, а 100 за стоянку? Ну, все равно 200 мы договорились. Да? Ну хорошо, значит $600, да, получается, должен был ему дать? Да. Хорошо. Машина, он высылал работу, что он шпаклюет, ремонтирует машину? Да. Есть фото-видеосъемки? Видео. Есть. А голосовые есть, что он там делает, все, скоро будет готово? Сколько лежала машина там? Несколько лет, насколько я знаю. Почему так долго машина лежала там? Он говорил то, что у него болели родственники, отец, сын, жена и все остальные. И вот так он искусственно затягивал, да? Да. И ты верил ему, ходил и ждал, да? Ну, все понятно. Дело возбудили 2 ноября. Ты доволен следствием? Нет. Почему? Потому что тянут и без толку. Просто сделали прекращение и приостановление, точнее. Представление дела. Чего требуешь, Александр? Чтобы до конца довели дело. Довели, чтобы нашли автомобиль твой. Автомобиль нашли. А что этот человек, который украл машину твою, благодаря которому исчезла машина, какой этот фото, голосовой он отправил? То, что нашел другой автомобиль. Другой автомобиль. Так. Такой же объем, но другой марки. Другой серии, да. Это прошло уже больше. А почему он хотел тебе этот автомобиль дать взамен того автомобиля?
чтобы прекратили дело. Что прекратили, чтобы не возбуждали против него. А следствие взяли это во внимание? Нет. Нет. Вот. И вот мы сейчас пришли в Генеральную прокуратуру и так далее. Сейчас я дальше продолжу на узбекском языке, чтобы для аудитории. Mana hozir rus tilida gapirdi. Mashinani yo'qotgan avtoservis xodimi 3 oydan keyin bizga video yubordi, foto yubordi. Голосовой bilan. Mana Sashaka boshqa mashina oldim o'rniga. Shu boshqa mashina u ham Opel mashinasi. Faqat A variant, B emas, boshqa variant. Lekin u ham yaxshi mashina. Shunga rozi bo'lsangiz, shu mashinani men sizga olib beraman. Shu jinoiy arizingizni qaytarib oling, da'vo qilmang degan murojaat qildi. Biz bu murojaatni tergov organlariga taqdim etdik. Mana tan olyapti bu odam mashinani olganligini, o'rniga boshqa mashina olib berishini tan olyapti. Lekin tergov buni inobatga olmadi. Negadir? Va unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atmayapti ayblanuvchiga nisbatan. Даже ayblov anusi yo'q. Shu bo'yicha biz 2 marta mana прекращение qilishdi. Qibray ham, Toshkent tumani ham. 1 mart 2026-yil 1 mart kuni biz bordik. Tergov departamenti Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti boshlig'i Ramazon Ashropovning qabuliga. Uni qabulida biz 2 marta bo'lganmiz. Ro'yxatdan o'tmasa shunda bizani yozib olgan tepada familiyamizni kirganmiz. 1 marta kirmoqchi bo'lganimizda yo'q, sizlarni qabul qilmayman degan javob berdi bizga. Nimaga asosan ro'yxatdan o'tmagansizlar dedi. Shu ro'yxatdan o'tmaganimiz sababli o'shanda men aytdim, mashina o'g'irlangan, siz xodimlaringiz yashiryapti, jinoyatchi приостановление qilyapti 364 bilan desam, rus tilida o'tib ketdi menga. Ты заткнись, ты замолчи, ya'ni sen o'chir ovozingni degan ma'noda menga qo'pol muomalada bo'ldi va xizmat doirasidan chiqib ketdi. Jinoyat kodeksi moddasi. Keyin meni e'tirozlarimga naryad chaqirtirib, uchastkovni chaqirtirib, xullas meni Aleksandr bilan olib ketishdi. O'rta Chirchiq tumani Qumovul mahallasi ga o'tdi, protokol tuzishdi, tushuntirish xatini olishdi va sudga ochirishdi. Sud menga O'rta Chirchiq tumani 1-instansiya sudya Norqobilov bir minimal jarima bilan 194 qo'lladi menga nisbatan. Men bu qarorni apellyatsiya tartibida bekor qildim. Toshkent viloyati sudida bekor qildim va bu ariza bilan yutib chiqdim va Ashropov qonun buzganligi ma'lum bo'ldi. Murojaatlar to'g'risida qonun buzganligi va hokazo. Shularning hammasini inspeksiya taqdim etdim Ichki ishlar vazirligiga. Lekin inspeksiya unga nisbatan hech qanaqa chora ko'rgani yo'q. U komandirovka ketgan, bizda tushuntirish xati ola olmadik undan deb mana shunaqa bahona qilishdi inspeksiyani o'rinbosari Jo'rayev. Biz ham nima qilishni bilmay, xullas General prokuraturaga keldik. General prokuratura ham bizning arizamizni ko'rib chiqib, u yoqqa telefon qilib holatni o'rganish o'rniga Toshkent viloyati prokuraturasiga bizning arizamizni borchilarni taqdim qildi, bizga murojaat qildi. Ashropov Ichki ishlar vazirligida ishlasa, zamministri bo'lsa, Toshkent viloyatining nima aloqasi bor bunga? deb tushuntirishga harakat qildik 2 oy oldin, 1 oy oldin. Bugun yana keldik mana. Ana 16-bo'lim General prokuratura 16-bo'lim prokurori oldimizga tushib bizani shuni futbol qilmoqchi bo'ldi viloyatga. O'shanda men bundan norozi bo'lib 2 soat bizani kuttirib qo'yganligini inobatga olib, familiya ismingizni ayting degan joyda bizga o'zini tanishtirishdan bosh tortdi. Mana murojaatlar to'g'risida qonunni buzgan bu odam, vakolatli shaxs. Keyin biz surishtirdik, shu turgan xodimdan Akbar ekan ismi. Qo'pol muomalada bo'ldi. Shunda biz aytdik, sizga nisbatan biz ariza yozamiz. Siz masalan suiiste'mol qilyapsiz, sovuqqonlik bilan qarayapsiz masabingizga degan gapimizga qatga borsangiz boring, kimga shikoyat qilsangiz shikoyat qiling deb mana shunday qo'pol muomalada bo'lib, bilmayman bu qanaqa generalniy prokuratura bo'ldi.
fuqarolar bilan mana shunaqa muomalada bo'lsa, biza mana hozir bu xodim 16-bo'lim xodim ustidan ariza berganmiz, lekin natija yo'q. Bizga даже javob xati berishmayapti. Shu holat bo'yicha o'rganib chiqilyapti deb. Biza bugun mana 16-bo'lim boshlig'i bor, Sheranov degan, shuni nomiga ariza yozing deyishdi. Uni nomiga ariza yozdik bugun. 15 kun ichida chaqiradi, ko'rib chiqadi deb va'da berishdi. Lekin vaholanki 15 kun oldin biza ariza bizadan tushib, bizani navbatga olishuvdi Sheranov qabuliga, 16ni boshlig'iga. Lekin uni unutib qo'yishdi. Yana mana 15 kun kutamiz, hozir ko'ramiz natija beradimi, nima natija. Bizga adolat kerak. Masalan, mana shu holatni ijtimoiy tarmoqqa yoritmoqchimiz. Iloji bo'lsa, agar O'zbekiston televideniyasi ham shunga e'tibor bersa, mustaqil jurnalistlar bo'lsa O'zbekistonda bizga chiqsa, biz Kunuz jurnalistlariga ham chiqdik. Kunuz jurnalistlari ham yoritishdan bosh tortishdi, bilmayman. Shunaqa odamlarni familiyasini eshitgandan keyin ozodlikka ham chiqdik, ozodlikka ham o'rganib chiqamiz deb javob berishmadi. Xullas, mustaqil jurnalistlar agar imkoniyat bo'lsa, bizga chiqinglar, hamma hujjatlarni taqdim etamiz. Hech kimni odobni saqlagan holda. Ezgulikka ham chiqdik. U yoqda ham bizani 2 oy shahar banusi filiali bizani boshimizni aylantirib yurdi. U ham telefonni ko'tarmasdan, xullas hech kimga ishonishni bilmay qoldik. Mana shu muammoni yoritib bering. Mana shu O'zbekistonda bo'layotgan nohaqsizliklar, adolatsizliklarni yoritsangiz, mana hammasini hujjatli, biza tuhmat qilgimiz yo'q, haqorat qilgimiz yo'q. Hammasini qonuniy hujjat orqali asoslab beramiz. Bo'ldi, mana hozircha qisqacha video. Hammaga rahmat.